Assalomu alaykum aziz davramiz qatnashchilari. Mana bugun sinfdoshimiz Jonibek akamiz Jo'lonjonlarning baxt va nikoh to'ylari ekan. Bu fursatdan foydalanib barcha qishloq mahalla raisi domla bobomiz boshchilik ham O'rtoqlar, men videoda odamga reaksiya bermayman. Meni reaksiyam faqat kommentga bo'lsa ketdi. Ko'zi tushgan odamning ismini aytibdi. Hamma o'ziga kerakli gapni ajratib olsin dedi. Qo'lidan mikrofonni olmasanglar ta'ziya ham o'tkazib yuboradi. Voy, komada yotgan o'rtog'im kulib yubordi. Miya til miyaga bo'ysunmish, bosh tortyapti. Ko'zi kuchukka tushmadi hali ham. Uni ham qo'shib bir nima dermidi? Voy! Bu iplos aka-ukani nikohlab qo'ydi. Miya Rossiyaga ketgan til sarson.